Yechiga andi shunaqa ko'p gapiraverasiz, uqalarimni og'ritib tashlayapsan. Hasan. Kim? Bilmadim, qarang. Kelinglar, qachon keldilaringiz? Ko'rmay qopman. Ya hali bo'ldi, yanim ancha bo'ldi. Yo'q, jigar nimaga? Bu tinchmisiz? Pul kerakmi? Voy, qancha kerak? 10 ming yetadi. So'mdami jigar? Sizda so'm bo'lmaydi, faqat dollar. Voy, esdan chiqib qarang. Skleroz bo'lib qolyapman-da shu ishlar bilan. Necha pul kerak qoldi, hozir qilmasiz bo'lmaydi. Bo'ldi jigar, unaqa. Bo'ldi, mana ishlat. Xo'p. Mana. Bo'ldi, hididan bilaman-da men. Mana shunisi olib berasiz. Bo'ldi. Faqat, o'zi bu pullar nimaga edi? Bugun onaxonni tug'ilgan kunlari edi, shunga mehmonlar keladiganida xarajat, keyin dekoratsiya ham aytib ko'rdim, shunga ozgina yetmayapti. Unga ham ozgina berib turasiz. Dekoratsiyagami? Pul berib turing-da, jigar. Men sizga hozir. Alo, jigar, qalyapsiz? Jigar, bizga onajon dekoratsiya qanchadan bo'lyapti o'zi? 450 ming? Full komplekt? Yo'q, bo'ldi jigar, men sizga aloqaga chiqaman. Bo'ldi, rahmat. Jigar, bo'ldi, ishingiz hal. Bo'ldimi? Faqat keyingi oydan vaqtida to'lab yurasizmi 10 ming dollarni? Hozir pulni shu yarim yo'q men hali. Jigar, men tushunmadim sizni. Men sizga yordam beryapman, tushunmayapsiz Hozir shekilli. siz bitta dekoratsiya bilan hozir aldamayapsizmi? Men bo'pti mana. Keyingi oydan faqat qoldirmang pulni. Xo'p? Agar qoldiradigan bo'lsangiz o'zingiz bilasiz.